Bu yangi model, ha? Yoqdimi? Zo'r ekan. Mora bo'lsin. Buyursin. Shu desangiz-ku, mana shu mashinani men sizga olganman. Menga? Ha, yo'q. To'xtang, shoshmang. Siz tirikchilik qilib, oila teratayotgan bo'lasiz. Qizimni hech narsadan kam ko'z qilmayapsiz. Baraka toping. Lekin ko'rib turibman, ishingiz anchadan beri yurishmayapti. Qiynalyapsiz. Shunga ozgina bo'lsa ham mendan yordam bo'lsin deyapman. Chin ko'ngildan bolam, ota-onangizni olib yurasiz. Qizimni, nevaralarimni olib yurasiz. Keyin xohlaysizmi yo'qmi, erkak kishiga bunaqa narsalar kerak-da. O'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi-da. O'shanga mana oling bolam. Xohlasangiz bu oramizda sir bo'lib qoladi. Hech kim bilmaydi. Uydagilarga siz o'zingiz bu narsa deb qo'yarsiz. Men oling. Nechi pul? Buni qanaqa uyatli joyi yo'q. Olish kerak lekin. Endi o'zingchi ko'rdingsan-da. Senga yaxshi bo'lsin deyapti. Sening qizing bo'lgani shunaqa qilgan bo'larding. Ular ham baxtli bo'lsin deyaptilar-da. Ja uyalayotgan bo'lsa, mayli aytibdilar-ku, hech kim bilmaydi deb. Sir bo'lib qolaveradi. Menimcha ovurish kerak. Hozir Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Bo'pti, kiyimini almashtirib chiq. Ish qilamiz. Dada, sizga bitta gap aytmoqchi edim. Ana sinfdoshim Ahmad bor-ku. O'sha o'tgan hafta menga Tetris sovg'a qiluvdi-da. O'shanga mana bu narsa sovg'a qilmoqchi edim. Pul bera olasizmi? Nega? Uni oldida men o'zimni noqulay his qilaman. Xuddi qarzdordek o'zimni his qilaman. Sovg'a agar chin ko'ngildan berilgan bo'lsa, buni aybi yo'q. Bu seni qarzdorsan degani emas, lekin o'zing bermasdan faqat ovursang, bu yaxshi emas. Osoniga, tekiniga o'rganib qolishing mumkin. O'zingni qarzdordek his qilishni istamasang, ko'nglim tinch bo'lsin desang, sen har doim beruvchi bo'lgin. Oluvchi emas. Xo'pmi? Xo'p. Pul berasizmi? Pulingni allaqachon onangga berib qo'yganman. Hammasidan xabarim bor. Shu gaplarni o'zing kelib aytishingni kutgandim. Adashmadim. Bo'pti, o'rningdan tur, ma'mulani ol. Ha, hop. oling bolam. Rahmat. Avvalambor sizga rahmat demoqchi edim. Siz har doim bizani qo'llab-quvvatlab kelgansiz. Nima yordam kerak bo'lsa, doim tayyor turgansiz. Sizdan minnatdormiz. Lekin men buni ola olmas ekanman. Agar buni olsam, tinchligimni yo'qotib qo'yar ekanman. Siz o'shanda o'zingga bo'lgan ishonching oshadi degandingiz. Lekin o'ylab qarasam, aksincha tushib ketar ekan. O'shanga bu yo'lni o'zim bosib o'tishga qaror qildim. Qadam-ba-qadam qizingiz bilan birgalikda. Mayli, ozgina qiyinchilik bo'lar, lekin hammasini birga yengaylik. Shunda oilamiz bundan-da mustahkam bo'ladi. Xuddi siz ota-onam kabi. Meni noto'g'ri tushunmaysiz degan umiddaman. Xo'p bolam. Baraka toping.
Ustoz, men ishonchlarni oqlamadim. Yo'lla tezlashamiz, musobaqa boshlanyapti. Yur, musobaqa boshlanyapti. Ha, hayajonlanyapsanmi? Ozgina. O'z to'g'risini aytsam, men ham hayajonlanyapman. Isming nima? Akbar, Meniki Dilshod. Mayli, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingni qo'lga ol. Ketdik. Tayyormisan? aha. Eng muhimi hayajonlanmagin. Kelishdikmi? Turnikdan, sakrashdan o'tib oldik. Bor yo'g'i 5 ta maktab qoldi. Yugurishdan birinchi o'rinni olsak bo'ldi. G'olib bo'lamiz. Maktabimiz sha'nini yerga qaratishimiz kerak emas. Kelishdikmi? Ha. Ketdik. Tayyorlaning. 1 2 Bolam, inson hayoti davomida har xil sinovlarga, qiyinchiliklarga duch keladi. Qiyin qarorlar, tanlovlar qilish kerak bo'lib qoladi. Shunaqa payt unutmaslik kerak. Avvalambor insoniylik haqida unutmaslik kerak. Va qiyin tanlov qilish kerak bo'lib qolsa, o'z nafsiga emas, vijdoniga quloq tutsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ptimi? Bo'pti. maktablararo musobaqa g'olibi Bulut 10-maktab o'quvchisi Fozilov Abdurahmon. Mayli, xafa bo'lmagin. Keyingi safar g'olib bo'larmiz. Bo'pti. Bora qol. Bolam, men sen bilan faxrlanaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, men ishonchlarni oqlamadim. Sizda g'olib bo'lib, shon shuhratga erishish tanlovi bor edi. Siz esa insoniylikni tanladingiz. Biz butun maktabimiz jamoasi nomidan sizga va sizni tarbiya qilgan ota-onangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat barchasi uchun. O'g'lingiz bilan gaplashmasangiz bo'lmaydi. Quloq solmayapti menga. Darsini ham qilgisi kelmayapti. Stressmi shunda.
Xo'p, men keldim. Ko'chaga chiqsin. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Ha, bolam? Tinchlikmi? Har kuni maktab. Qo'shimcha darslar. Charchadim. Stressmanda. Stress? Nima u? Yosh bolada ham stress bo'lar ekanmi? Mayli, ketdik. Qatga? Bitta joyga borib kelamiz. Mana, Nech pul bo'ldi? 40 ming Hoji aka. Mana. Rahmat. Malibuni sotdingizmi Hoji aka? Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Xo'p aka, rahmat. Assalomu alaykum Alisher aka. Va alaykum assalom. Qalaysan? Qalaysan Akbar? Yaxshimisan Dilshod? Adang uxlab qolmadimi? Yo'q. Ha, yotibsanmi hali ham? Yotaverasanmi? Yulduz sanab? Davay, ishlaymiz. Bolalar nari xonada o'ynab turinglar. Xo'p, xo'p. Dilshod o'qishlari yaxshi. Baholari yaxshi joyida. Nazorat qilib turibman. Salfetka sotmayapti. Gaplashib qo'ydim o'zim. Endi u ham katta bola bo'lib qoldi. Yordam bergisi kelyapti-da. O'shanga haligi Farqot akani somsaxonasi bor-u. O'shani gaplashib qo'yuvdim. Agar yo'q demasang, darsdan chiqib har kuni 2 soat ishlasa, nima deysan? Bugun qabristonga bordim. Ayolingga san nomingdan tilovat qildim. So'radim. Bunaqa avariyadan keyin sani omon qolganing katta gap. O'ziga shukr. San kuchli bolasan. Men seni yoshligingdan bilaman. San albatta oyoqqa turasan. Tushundingmi? Uddalisan. Qo'y shunaqa qilmagin. Meni ham yuragimni siqmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ptimi? Mayli, men ketdim. Ertaga ishing taqilatganimda san chiqib ochgin. Tushundingmi? Bo'pti o'rtoq. Dars qoldirmaysan kelishdiga? Xo'p. Malibuni sotdingizmi? Ha. Faqat adang bilmasin, bo'ptimi? Bo'pti, bora qol tezda. Ko'rdingmi o'g'lim? Mana bu stress. Agar Dilshod bir kun stressga tushsa, uni adasiga qaraydigan odam bo'lmaydi. Hayotda har doim ham oson bo'lmaydi. Har xil vaziyatlar bo'ladi. O'shanda uyda unga suyanadigan, unga ishonadigan erkak kishi kerak bo'ladi. Stressga tushadigan emas. Chunki erkak kishi nafaqat o'ziga, balki yaqinlariga ham mas'ul bo'ladi. Oila xuddi daraxtga o'xshaydi. Erkak kishi uni ildiziga. Agar u ildiz bo'sh bo'lsa, u daraxt chiriydi. Uzoqqa bormasdan quliydi. Daraxt ildizi baquvvat,
kuchli bo'lsa, uni hech qanaqa shamol ham, bo'ron ham yiqita olmaydi. Tushundim. Dada, bugun men yana bitta narsa tushundim. Nimani? Haqiqiy do'st qanaqa bo'lishini tushundim.